Assalomu alaykum hammaga. Bugun 34-testning yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Qandaydir sonni 5 marta ko'paytirib 10 ni ayirgan paytda natija 40 ga teng bo'lgan ekan. Demak, x deb oladigan bo'lsak, uni 5 ga ko'paytiramiz, 5x bo'ladi. 10 ni ayirgan paytimiz 40 chiqishi kerak. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsak, x teng 10 bo'ladi. To'g'ri javob B. Ikkinchi savol. Bir quvur hovuzni 8 soatda to'ldiradi, ikkinchisi esa 12 soatda bo'shatadi. Agar ikkalasi birgalikda ishlaydigan bo'lsa, hovuz necha soatda to'ladi deyapti. Demak, buni quyidagicha yechamiz. 1/8 ayrilgan 1/12 bo'ladi. Chunki ikkinchisi bo'shatyapti. Agar ikkinchisi ham to'ldirganda qo'shish qilardik. Demak, 1/8 ayrilgan 1/12 teng 1/x. Bu x ikkalasi birgalikda necha soatda hovuzni to'ldira olish qobiliyatiga teng. Demak, umumiy mahraj berib ayiradigan bo'lsak, 1/x teng 1/24 ga teng. Bu yerdan x teng 24 lik kelib chiqadi. To'g'ri javob C. Uchinchi savol. Qandaydir sonning 25% 20 ga teng ekan. Demak, A soni oladigan bo'lsak, uning 25% ni topish uchun 25 ga ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak. Natija esa 20 ga teng bo'ladi. Demak, bu yerdan A ni topadigan bo'lsak, 20 ni 100 ga ko'paytirib 25 ga bo'lishimiz kerak. To'g'ri javob 80 bo'ladi, ya'ni C. To'rtinchi savol. 2 hafta va 5 kun necha soatga teng deyapti. Dastlab 2 hafta va 5 kunni kunga aylantira olamiz, ya'ni 19 kun bo'ladi. Endi 19 kunni soat qilishimiz uchun 24 ga ko'paytiramiz. 19 kare 24 456 soat bo'ladi. To'g'ri javob C. Beshinchi savol. Ushbu mantiq asosida so'roq o'rnidagi sonni topishimiz kerak. Mantiq quyidagicha. 3 ni o'zidan ikkita keyingi son, ya'ni 5 ga ko'paytiramiz, 15 bo'ladi. 4 ni o'zidan ikkita katta son, 6 ga ko'paytiramiz, 24. 5 ni o'zidan ikkita katta son, 7 ga ko'paytiramiz, 35. 6 ni o'zidan ikkita katta son, 8 ga ko'paytiramiz, 48 bo'ladi. To'g'ri javob D. 6-savol. Mashina 90 km/s tezlik bilan 2 soat harakatlandi va 60 km/s tezlik bilan 1 soat harakatlangan bo'lsa, o'rtacha tezlikni topishimiz kerak. Buning uchun 90 ni 2 ga ko'paytiramiz, 60 ni 1 ga ko'paytiramiz. Ya'ni jami yurgan masofasini topamiz. 240 bo'ladi. Uni jami sarflagan vaqti, ya'ni 3 ga bo'lamiz. To'g'ri javob 80 km/s C javob bo'ladi. 7-savol. 84 va 192 sonlarning umumiy bo'lishlar sonini so'rayapti. Umumiy bo'lishlar sonini topish uchun dastlab biz ikkalasining ekubini, ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisini topamiz. Buning uchun 84 va 192 ni daraja shaklida yozib olamiz. Ya'ni 84 2 ning kvadrati 3 ko'paytirilgan 7 ga teng. 192 esa 2 ning 6-si ko'paytirilgan 3 ga teng. Ekubni topadigan bo'lsak, bu yerda 2 ning ikkinchisi, bu yerda 2 ning 6-si bor. 2 ning ikkinchisini olamiz. Bu yerda 3 ning birinchisi, bu yerda ham 3 ning birinchisi. Demak, 3 ni olamiz. Hisoblaydigan bo'lsak, bu ekubi 12 ga teng. Demak, 12 ning bo'lishlarini sanaydigan bo'lsak, buning uchun darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirsak bo'ladi. Ya'ni 2 ga 1 ni, 1 ga 1 ni qo'shib ko'paytirsak 6 bo'ladi. Demak, 84 va 192 ning umumiy bo'lishlar soni 6 ta ekan. To'g'ri javob C bo'ladi. 8-savol. Eng kichik ikki xonali juft soni, ya'ni 10 ga qo'shishimiz kerak eng katta bir xonali toq sonni, ya'ni 9 ni qo'shsak natija 19 bo'ladi. Bu esa A javob. 9-savol. Qandaydir natural son bor, uning kvadrati o'zidan 12 ga ortiq deyapti. Biz o'sha sonni topishimiz kerak. Bu son 4, ya'ni 4 ning kvadrati 16 bo'ladi. 16 4 dan haqiqatda 12 ta ko'p. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. 10-savol. Ikkita sonning yig'indisi 60 ga teng, bulardan biri ikkinchisidan 12 ga katta deyapti. Demak, bittasini x deydigan bo'lsak, keyingisi x + 12 bo'ladi. Bularning yig'indisi 60 ga teng. Tenglamani yechadigan bo'lsak, x teng 24 bo'ladi. Bizga sonlardan kattasini topishimiz kerak edi. Demak, 24 ga 12 ni qo'shamiz, 36 bo'ladi. To'g'ri javob C. 11-savol. 45 va 60 ning ekubini topishimiz kerak. Buning uchun har birini alohida daraja shaklida yozib olamiz. 45 tenglik 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 5, 60 tenglik 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Bu yerda 3 ning kvadrati bor, bu yerda 3 ning birinchisi bor. Demak, 3 ning birinchisini olamiz. 5 ning birinchisi bor, bu yerda ham 5 ning birinchisi bor. Demak, 5 ni o'zini olamiz. Ko'paytma 15 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob C. 12-savol. Quyidagilardan qaysi bir tub son deyapti? Bilamizki, tub son faqat o'ziga va birga bo'linadigan sonlar. Bu yerda esa 29 faqat 1 ga va 29 ga bo'linadi. To'g'ri javob C. 13-savol. 1 minutda 900 metr yuriladigan bo'lsa, chorak soatda qancha kilometr yo'l bosib o'tadi deyapti. Chorak soat degani, ya'ni 60 minutni choragi, ya'ni 4 ga bo'lamiz, 15 minut. 15 minutda qancha yurishini topish uchun 15 ni 900 ga ko'paytiramiz, 13500 metr bo'ladi. Endi buni kilometrga aylantiradigan bo'lsak, 13,5 kilometr bo'ladi. To'g'ri javob B. 14-savol. Uchburchakning burchaklari nisbati 1, 2, 3 deyapti. Demak, uni 1x, 2x, 3x deb olamiz. Ularning yig'indisi esa 180 gradusga teng. Ushbu tenglamani yechib keladigan bo'lsak, x teng 30 ga teng bo'ladi. Bizdan uchburchakning eng katta burchagini so'ragan. Eng katta burchak 3x edi. Demak, 3 ni 30 ga ko'paytiramiz, 90 gradus bo'ladi. To'g'ri javob B. Farzandingiz prezident maktabida o'qish kerak. Nega deysizmi? Agar farzandingiz tengdoshlaridan ko'ra zehnliroq bo'lsa, qiziquvchan farzandingizning savollariga javob topa olmayotgan bo'lsangiz,
maktab darsliklari uni qoniqtirmasa, xuddi o'zi kabi qobiliyatli tengdoshlari bilan o'qishiga imkoniyat yaratib bering. Farzandingizni prezident maktabida doimiy ustozlar nazorati, 5 mahal taomlanish, zamonaviy o'quv xonalari va xavfsiz yotoqxona, tajribali ustozlardan iborat jamoa kutmoqda. Bu yerga o'tish ko'prigi esa Orbital Education o'quv markazida mujassam. Unutmang, farzandingiz ko'cha changitib yurish uchun emas, lider bo'lish uchun tug'ilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun esa quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Orbital Education bizda kelajak liderlari ta'lim oladi. 15-savol. 8 dan 5 qismi 25 ga teng bo'lgan sonni topishimiz kerak. Buning uchun 25 ni 5 ga bo'lib 8 ga ko'paytiramiz, 40 chiqadi. To'g'ri javob C. 16-savol. Qutida 15 ta oq, 10 ta qora shar bor. Tasodifiy olgan holatda oq chiqish ehtimolini topishimiz kerak. Buning uchun qutidagi jami sharlar sonini hisoblaymiz, ya'ni 25 ta. O'shandan 15 tasi oq, demak 25 dan 15 qismi oq bo'ladi. Deb surat va mahrajini 5 ga qisqartiradigan bo'lsak, 3 taqsim 5 bo'ladi. Demak, ehtimolligi 3 taqsim 5 ga teng. To'g'ri javob A bo'ladi. 17-savol. 3 ta ketma-ket kelgan toq sonning o'rtachasi 17 ga teng deyapti. Deb bilamizki, toq sonlar ikkita farq qiladi. Demak, bittasini x deydigan bo'lsa, keyingisi ikkita ko'proq x + 2, keyingisi yana ikkita ko'proq x + 4 bo'ladi. Ularning o'rtachasini topish uchun 3 ga bo'lamiz, chunki 3 ta son mana shu 17 ga teng bo'lishi kerak. Qavsning ichini soddalashtiramiz, 3x + 6 bo'ladi. Endi bo'lingan uchni o'ng tarafga ko'paytirishga o'tkazadigan bo'lsak, 3 × 17 51 bo'ladi. Tenglamani yechadigan bo'lsak, x teng 15, bizdan sonlarning eng kichkinasini so'raganda, bu esa 15 ga teng. To'g'ri javob D. 18-savol. Perimetr 50 ga teng bo'lgan to'rtburchakning bir tomoni 15 bo'lsa, ikkinchi tomonini topishimiz kerak. Bilamizki, perimetr tenglik 2 ko'paytirilgan eni qo'shilgan bo'yi. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsa, x teng 10 bo'ladi. Demak, to'rtburchakning eni 10 ga teng. Bu B javobda turibdi. 19-savol. 6 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan natural sonlar ichida eng kichkinasi qaysi deyapti. 6 ga bo'lganda 2 qoldiq qoladigan eng kichik son bu 2, ya'ni 2 ni 6 ga bo'lsak 0 butun va 2 qoldiq bo'ladi. To'g'ri javob A. 17-savol. Bugun 17-fevral va tug'ilgan kunimga 107 kun bo'ldi deyapti. Demak, 17-fevraldan 107 kun orqaga qaytamiz. 17-fevraldan 17 kun orqaga qaytadigan bo'lsak, 31-yanvarga kelib qolamiz va 90 kun yana orqaga qaytishimiz kerak. 31-yanvarni ham olib tashlaymiz, ya'ni 31-dekabrgacha orqaga qaytsak, 31 kunni olib tashlaymiz, 59 kun qoladi. Endi yana 31-dekabrdan yana 31 kun orqaga qaytadigan bo'lsak, 30-yanvarga kelamiz, 28 kun qoladi. 30-yanvardan 28 kun orqaga qaytadigan bo'lsak, 3-noyabr bo'ladi. To'g'ri javob C.